avtomobillarni ta'mirlash va ularga texnik xizmat ko'rsatish yo'nalishida esa Xitoydan keltirilgan zamonaviy elektromobillar, ularga texnik xizmat ko'rsatish, hadovoy zapchast qismi va ularni diagnostika qilish ustozlar tomonidan murakkab o'rgatib bormoqda. O'z kasbini egallagan o'quvchilarimiz o'zlari yoqtirgan yo'nalishlari bo'yicha zavod, fabrikalarga ishga kirishlari va o'zlarining kichik tadbirkorlik xususiy korxonalarini ochish imkoniyatiga ega. Dars jarayonidan lavhalarni ko'rib o'tishingiz mumkin. Nima uchun ishlamay qolyapti bilasanmi? Ishlamay qolishining sababi bu avtosimi bu. U qolgan eshiklarni ishlatmay qo'yadi. Bu sen hozir 4 ta eshikni ham o'zing ochib yopaverasan. Faqat mana bosib qo'yadigan bo'lsang, ular ochib yopa olmaydi eshikni. Uchta. Bo'ladi, ha. Buni qo'yib qo'yadigan bo'lsak, ular ham ishlayveradi. Shuning uchun ishlayapti hozir. Buni bosib qo'ysang ham ishlayveradi mana. Ko'rib turganingizdek, bizning o'quv jarayonimiz 30% nazariy va 70% amaliyga asoslangan va o'quvchilar o'rganish uchun hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Bu yerda avtomobilimizning hamma ehtiyot qismlari ko'rsatilgan. Bunda o'quvchilar bemalol bu avtomobilni zavod qilib, yoqib, o'chirib, unga texnik xizmat ko'rsatib, ishlarini amaliy shu joyga alohida ahamiyat bering, amalga oshirish mumkin bo'ladi. Natijada o'quvchida bilim va ko'nikma shakllanadi va o'zi istalgan joyga borib, bu yerda olgan nazariy va amaliy bilimlarini qo'llay olish imkoniyatiga ega bo'ladi.